Narkozdagi o'limlar natijasida odamlar burun operatsiyasidan qo'rqib qolgan. Profmed klinikasining boshqa klinikalardan 3 ta farqini ayta olasizmi? Birinchisi, hamma klinikada ham tibbiy xizmat ko'rsatiladi, lekin bizni boshqalardan farqimiz maksimalni oxirigacha yetkazishga harakat qilamiz. Bemorlarimizni mana 10 yildan beri 3-pokoleniyaga davolayapmiz. Ya'ni garantiyaviylik xizmatimiz yuqori bo'lgani uchun. Ikkinchisi, xavfsizlik darajasini yuqori darajaga olib kelganmiz. Beradigan narkozlarimizda va narkozda bo'lishi mumkin bo'lgan asoratlarini oldini olishda va asoratlar bo'lganda ham qaysi dorilar ishlatish, qaysi holatlarda birinchi yordamlar ko'rsatish va qanaqa taktika qilish bo'yicha ham ko'p o'zimizni ustimizda ishlab, xavfsizlik darajasini yuqori darajaga olib kelyapmiz. Uchinchisi, Profmed servis degani Umarov Ravshanbek degani emas. Profmed servis yuqori malakali 8 ta PhD deb qo'yamiz, kandidat mednauk deymiz. 2 ta professordan va yana 6 ta sayskaytsillardan ilmiy amaliy komandniy baza hisoblanadi. Shundan kelib chiqib ko'rib turibsizki, agarda siz ham quloqda, burunda, tomoqda problemalaringiz bo'lsa, yaxshisi professionallarga murojaat qiling.